Xitoyning Avstraliyada turishliq bosh elchisi Xiaochen 24-iyun kuni Avstraliya Xitoy munosabatlari instituti tarafidan Sidney Texnika universitetida o'tkazilgan suhbat programmasiga taklif qilingan. Mazkur suhbat Avstraliya Xitoy munosabatlaridagi masalalar haqida olib berilgan. Suhbatga qatnashganlarning orasida Avstraliya Erkinlik partiyasining qurg'uvchisi, yosh siyosiy faoliyatchi Jo Paulomo bor bo'lib, u yig'in maydonida do'stlar bilan birlikda Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklarga erkinlik deb yozilgan lozunglarni ko'tarib namoyish qilgan. Namoyishchilar Sharqiy Turkistonga erkinlik, Uyg'urlarga erkinlik degandek shuarlarni yuqori ovozda tovlab, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini, Tibet, Hong Kongda davom qilayotgan kishilik huquq dafsandichiligini aybligan. Jo Paulo va uning bilan namoyish qilgan do'stlari maktabning amonlik qo'g'duvchilari tarafidan bir-birlab yig'in maydonidan chiqaritilgan. Jo Pauloning qo'lidagi Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklarga erkinlik deb yozilgan lozungimi yig'in maydonidagi bir Xitoy tarafidan tartib yirtilgan. Suhbatning oxiridagi savol-javob qismida Uyg'urlar haqida so'ralgan savolga Xiaochen Uyg'urlar terrorchi va bo'lginchi, Xitoy hukumati terrorlikqa qarshi kurash qilyotidi deb javob bergan. Tomoshabinlarning orasida o'ltirgan Baxtiyor Bo'ri ismli bir Uyg'ur kishi o'rnidan dast turib mundaq degan. Baxtiyor apandi so'zlayotganda universitetning bexatarlik xodimlari uni yalab sirtqa chiqarib etgan. Dünya Uyghur Qurultayı İçki İşler Müdiri, Uyghur Qırğınçılıqını Toxtat Hərəkətinin Avstraliya müdiri Baxtiyor Bo'ri apandi radiomuzning ziyoratini qabul qilib, naq maydonda yuz bergan ahvollarni anglatdi. Assalomu alaykum. Men Baxtiyor Bo'ri Avstraliya televizionidan. Bugun, ya'ni 6-oyning 24 kuni Sydney vaqti soat 11dan 12:15gacha bu planlangan Avstraliya Sydney Texnik Universitetida Avstraliya va Xitoy munosabatlari instituti tarafidan o'rnatilgan Xitoyning yangidan, ya'ni birinchi o'ttirlari Avstraliyaga tayinlagan bosh elchi Xiaochen taklif qilib, shu Avstraliya Xitoy masalalarga javob berishni taklif qilgan ekan. Men bu oldin Xitoydagi o'rinda o'tirdim, yaqinroq bo'lishim uchun, ya'ni taxminan 5-6 metr olisda o'rinda o'rin egalladim. Bu sahnaga chiqib endi sözleşi bilen Joel Cole degan Avustralyadagi yoshlarga erkinlik partiyasini qurg'uvchisi, Avstraliyadagi Uyg'urlarning do'st bo'lgan bu yigit o'zining bir necha do'stlari bilan qo'liga plakatlarni ko'tarib, Tibetdagi erkinlik, erkinlik, Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat deb ashada ovozlab bu Xitoy partiyasi bo'lgan qarshiligini bildirdi. 1 million Muslims in concentration camps. 1 million Muslims in concentration camps. Uyghur Muslims are being raped and tortured as we speak. We're supporting freedom for Uyghurs, Tibetans, Hong Kongers. Baxtiyor apandining aytishicha, u Xitoyning bosh elchisidan Uyg'ur diyorida izdiraksiz yo'qolib ketgan urug' tuqqanlari va lagerlarga so'langan millionlagan Uyg'urlar haqida savol so'rash uchun sabr qilib oxirigacha o'ltirgan. Bosh elchining savollarni so'rash va xalqimningki mendagi bir haqqini, qarzni azroq bo'lsa o'tash, haqni so'zlash uchun sabrchanlik bilan eng shu 1 soat 15 minutgacha sabrchanlikla o'tadi. Bu James o'tagan tomoshabinlarning savol so'ramoqchi bo'lganlarning savollari uchun vaqt berishga amalimiz yo'q. Ammo lekin ularning savollarini yig'ishtirib, men oxirgi savolni so'rayman deb, bu Xinjiangda, bu Avstraliyadagi Xinjiangning kelgan Avstraliyadagi graydarlar o'zining urug' qalqinlaridan aloqasi uzilib ketgan, ko'rishamaydi, borolmaydi. Şunun bilan birga Nishadin bağlan bir necha Avstraliyaliklar aşağıda görəgi ilgilik ularni qaytarib berməyotlar. Bu nima uchun bu Xinjiangdagi urush tuqqanlar bilan bizning kelajagimiz demişki paranlaşamaydı, aloqalashamaydi, berib kelmaydi. Hem de u yerda milliy qirg'inchilik bo'lyotdi degan mustaqqa nimalar bor. Buni qanday qaraysiz? Mustaqillikni ko'pincha so'raydi. Uningga bu kishi uzunlar javobni qochirib, qo'l xamanni so'rab, qo'lni o'zining klassik yolg'onchiligi, bizga bo'lgan o'ktamligi yana qaytlab, u yerda Xinjiangda xalqlar yaxshi yashayotdi. U yerda kishilik huquq yoki kishilik dafsanchiligi yoki erkinlik masalasi yo'q. Faqat terrorizm, bo'lginchilik masalasi bor. Biz shular qarshi qo'yamiz deb javob berdi. Men o'rnimdan dast turib, men Uyg'ur, men Sharq Turkistonlik, men terrorist emas, men Xitoy hukumatiningki bevosita qurboni,
sen ve senin hükümetin halkın üstünden terör hareketi edip veriyordu. Sen halkımız üstünden, Uygurlar üstünden edip veriyorsan milli kırgınçlığını toktatıp, kolumunu kesip, kak olurdu. Vakızdan şunun bilen artık yapışka mümkün bulmadı. Amallık olduğu kadınlar beni açıkıp tapsirledi. O saçlar benim soğallarını sorap ve benimki kimliğimi hatırlayıp beni hatta yolu çek koydu. Arka-arkadan namayişçilarning kuchli qarshiligiga uchragan bosh elchi Xiao Qian oxirida so'z qilib, namayishchilarning harakatini bu so'z erkinligining ifodasi emas degan. So those number of people who are coming again to disrupt the process, that's not expression of freedom of speech. Bu programmani Nuriman tayyorladi.